Uf, charchadim-ku. Toza charchab moshim bo'lganda olib qochib ketardim. Meni orzularimdan biri moshin-ku. Vau, BMW. Men ham shu moshindan olaman, pulim ko'p bo'lib ketsa. Vau, o'tirib ko'raylik-chi. Zavod bo'lgan ekan. Qoch, odam uraverdim. Qochish kerak. Odam uraverdim. Qochish kerak. Hozir u banditga o'xshaydi. Kim bu? Men seni topdim. Hello, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Sherbek ham. Bugungi videomizni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz do'stlar. Bugungi videomiz Rus mobildan bo'ladi do'stlar. O'zimizga challenge qo'yganmiz. Har xil ishlarda ishlab turib, ya'ni bo'mishlikdan millionergacha qadam boshladik. Birinchi bo'lib promokod teramiz. Promokod Panjara O'zbekiston promokodi orqali siz anchagina yangi o'yinchi bo'lsangiz, anchagina sizga foydali bo'ladi. 1 soat o'ynasangiz 12 soatga yillik 15,000 pul va bitta skin beradi vaqtga. Yana 3-level bo'lsangiz 2 XP beradi. Mana bizning bugungi zadaniyalarimiz promokod terish, stroykada 20,000 rubl ishlash va prava olish bo'ladi. Mana stroykaga ham yaqinlashib qoldik. Birinchi zadaniyamiz bajarildi, promokod terdik. Stroykaga kelib turib, kartada esa GPS tugmasini bosasizlar. GPS deb yozsalaringiz bo'ladi va начальный работа bo'libini tanlab stroykani ustiga bosasizlar va metka qo'yiladi. Mana bu qizni oldiga olib keladi va tugmani bosib ishga kirasizlar. Nachat tugmasini bosib ishga kiramiz va formamiz almashdi. Mana kartada ko'rsatilgan metkaga boramiz. Metkaga borib birinchi bo'lib paqirdi, keyin keldi, keyin buni bu yerda chekasida nima ketma-ketligini ham yozib qo'ygan va yoqish tugmasini bossak 9 sekunddan keyin bizga tayyorlab beradi o'zi sement. Keyin kartada yozadi nechinchi etajga olib borish kerakligini va mana bu tarzda qo'yib olamiz. Qani 2x.
закончить tugmasini bosamiz. Mana endi biz skuterni olib 3-oldimizga qo'ygan zadaniyamiz prava olishga o'ramiz. Do'stlar, mana avvalgi 100 rublga skuter olamiz arendaga. Kartani oldidagi sariq to'rtburchakni bossangiz menyu ochiladi. Mana GPS navigator ochiladi, ya'ni bosamiz va Vijniy Mestadan avtoshkolaga metka qo'yamiz va yo'lga chiqamiz do'stlar. Bu men o'zimga challenge qo'yganman. Har videoda o'zimizga 3 ta zadaniya tanlab, ana shu 3 ta zadaniyani qilib, pulni ko'paytirib, video boshida ko'rgan shunaqa BMW M5 F90 KS mashinasi bilan qimmat uy sotib olishimiz maqsad. Bu video ko'pgina qismlarga bo'linadi. Ya'ni har xil turdagi ishlarda ishlab pul topishga harakat qilamiz do'stlar. Mana biz ketyapmiz. Panjara O'zbekiston promokodi yodingizdan chiqmasin. Mana oz qoldi hozir do'stlar. Prava olishimizga oz qoldi. Bu qizillarni terib yursangiz bo'ldi. Qizil checkpointlarni terib orqachalab qo'yamiz do'stlar. Instruktor bizga bir nimalar deyapti. Хорошо tugmasini bosamiz va mashinani xohlagancha qo'yib qo'yasizlar. Men endi orqachalab qo'yaman. Mana do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin, yashil yozuv chiqdi, ya'ni biz prava oldik. Mana litsenziyani использовать deb ko'rib olsak ham, mana transport turibdi, olingan, ya'ni transportga prava. Do'stlar, hammangizga xayr. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, obuna bo'ling. Yana ko'p qismlar chiqishi uchun kommentariyaga yozib qoldiring. Panjara O'zbekiston promokodi yodingizdan chiqmasin. Xayr.